Siz turmushingizda ishlatayotgan ko'pincha narsalarning faqat bir qancha shirkatning mahsuloti ekanligini so'zlasam, nima o'ylaysiz? Qarmoqqa bu sizga chekdan oshirayotgandek bilindi. Biz bildigan mashinadan shipaslig'icha, telefondan og'riq to'xtatish to'g'risigacha asosliq 3 chong shirkat ig'dorchilik qildi. Keling undaqda Google'dan oddiygina izlash orqali ko'rib boqayli. Google'ni boshlaylik. İzlash rayoniga Google paydorlarini yozganda Google'ning paycheklarini ko'ramiz. Tizimlikda maliyati ko'rindi. Google'ning eng chong paydorlarini ko'rib boqayli. Google'ning 67%ning organ mablag' solg'uvchilarga tava ekanligi ko'rindi. Biroz asti qismida eng ko'p pay cheki bor organlarni ko'rasiz. Bu shirkatning ismini esingizga tuting. BlackRock, Vanguard, State Street. Hamda milliardlagan kompyuterlarda ishlatilayotgan Windows mashg'ulot sistemasining egasi Microsoft qarab boqayli. Microsoftning qurg'uvchisini va egisini Bill Gates deb o'ylashingiz mumkin. Hello, I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. Shundoq edi, hamda undaq emas. Dunyo sayyohat tashkiloti yangi tipdagi tarqalishchan koronavirusning tarqalganligini e'lon qilib, 3 kundan keyin Microsoft boshqarish mudiriyatidan istifa berdi. Uning ustiga Bill Gates Microsoftning egasi emas, faqat bir kichik paydor. Yana bu yerdagi organlar Microsoftning ko'p qism paylariga ega. Eng ko'p pay egalari tizimligining beshida yana o'xshash 3 shirkat chiqdi. BlackRock, Vanguard, State Street. Ularda Microsoftning eng chong raqibi sanaladigan 60 shirkatining egalari kimlar? Organ mablag' solg'uvchilar 60 shirkatida eng ko'p paychiga ega bo'lib, eng ko'p passivlarning oldinqilari yanala ayni 3 chong shirkat. Bek qiziqarli emasmi? O'zaro raqib deb biladigan ikki texnik magnati amaliyotda bir olmaning ikki partisi. Boshqa ikki raqib markani tekshirib boqayli. Coca-Cola va Pepsi ikkisi mangulik raqobatchi. Haqiqatan shundaqmi? O'xshash 3 shirkat ikki gazliq ichimlik markasining eng chong paychak assidori. Yana biz magazinga berib, ikki markaning qaysini tanlash o'rtasida tanlash ilib borganda, qandaqli bo'lmasin yangichi yanala bu 3 chong shirkat bo'ldi. Bu shirkatlarning hayotimizning qanchalik markaziy ekanligini misol bilan tushuntiraylik. Siz yaxshi ko'rgan tanharkat oyog'ingizni yoki kiyimingizni tasavvur qiling. Faraz qilganingizdek, bu ikki donliq kiyim-kechak markasining paychaklari ichida bu 3 chong shirkat bor. Albatta bu kiyim markalarining raq setib olgan eng chong tekstil zavodi umi bu 3 chong shirkatning qo'lida. Hatto eng chong 2-chi, 3-chi, 4-chi chong raq zavodlarining eng chong assidorlari bu 3 chong shirkatdir. Yana bu raq shirkatlari raq ishlab chiqarish uchun ishlatilgan paxtalar kim tarafidan ta'minlandi? Monsanto dunyodagi eng chong urug' ishlab chiqaruvchi va dunyodagi paxta urug'ining 90%ni ishlab chiqardi. Albatta bu dunyoni 4/1 paxta mahsuloti bilan ta'minlayotgan Sharq Turkistondagi paxta urug'ini o'z ichiga oladi. Va majburiy emgak orqali arzon va sifatli paxta yana texnik suiqasd bilan dehqonlarni sumirtilayotgan yuqori o'simlik qarzining foydasi buning ichida. Dunyoning eng chong dori ishlab chiqaruvchi shirkatlarining biri bo'lgan Bayer 2016-yilda Monsanto shirkatini sotib oldi. Shundoq, hammalarning hayotida bir qitim bo'lsa shiltib baqqan og'riq to'xtatish dorisi aspirinni ishlab chiqaruvchi Bayer. Ko'rganimizdek, bu 3 shirkat hayotimizning hamma qismida oldimizga chiqdi. Bu 3 chong shirkat qayerda bo'lsa, dunyodagi eng chong shirkatlarning egasi. Undaqda bu shirkatlarning egasi kim? BlackRock, Vanguard, State Street. Dunyodagi eng chong mablag' boshqarish shirkati yoki boshqa nom bilan chong uchlik deb ataladi. Bu 3 shirkat Amerikadagi eng chong 500 shirkatning 88%ning eng chong assidori qatorida. Ular boshqaradigan shirkatlarda 23 million odam ishlaydi va bu 3 shirkatning kontrol qiladigan umumiy mulk qiymati 23 trillion dollardan oshadi. Men bu pulning qanchalik cho'ng ekanligini bir misol bilan tushuntirib o'tay. 23 trillion dollar Amerika Qo'shma Shtatlarining yillik ishlab chiqarish miqdoridan ko'p. Ya'ni bu 3 shirkat 330 million Amerikalikning 1 yil bo'yicha ishlab topgan pulidan ko'p pulni o'zlari kontrol qildi. Undaqda bu shirkat nima ish qildi va bunchalik ko'p pulni qanday boshqardi? Oldi bilan aytib qo'ydig'imiz, bu shirkat bank emas. Ular yarshar xarakterlik mablag' silish shirkati. Banklar xaridorlarning pulini kontrol qilsa, mablag' boshqaruvchi shirkatlar xaridorlarning mablag'ini, ya'ni payni kontrol qildi. Banklar pulga ehtiyojli xaridorlarga o'sim orqali qarz bersa, mablag' boshqaruv shirkatlar faqat xaridorlarning qayerga mablag' silish to'g'risida maslahat berish mulozimati bilan shug'ullandi. Ya'ni banklar berilgan qarzlar qaytarilmagan vaqtda vayron bo'lishi mumkin. Ammo mablag' boshqaruv shirkatlarda bunday xatar yo'q. Qiziq yeri shuki, bu shirkat dunyoning eng chong banklarining payini kontrol qildi. Shundoq,
Hozirgacha banklar cho'ng shirkatlarning xo'jayini deb qaralatdi. Ammo bu 3 cho'ng shirkat xalqaro banklarning xo'jayini. Xitoyning irqiy qirg'inchilik ilib berish uchun jazo lager qurishni mablag' bilan ta'minlagan Dunyo bankisining satchiligi hammaga ayon bo'lsa kerak. Bu shirkatlar kontrol qilgan payning egasi emasligini, faqat xaridorlarning texnik ko'p foydaga erishish uchun buni boshqarganligini aytishdi. Bu qisman to'g'ri. Ammo ularning aytmagan narsalar bor. Bu asosligi hamma paydorning ovoz berish huquqidagi ulushini yurgizishi. Ilib berilgan bir tadqiqotda cho'ng kuchlarning bilet tashlash jarayonida birlik harakat qilib, o'xshash yo'nalishda bilet tashlaganligini ko'rsatdi. Ya'ni bu 3 cho'ng shirkatlarning xalqaro shirkatlarni boshqarishdagi amaliy ovoz huquqi bo'lib, buning bilan ular bu shirkatlarning hammasini o'zining manfaati uchun kontrol qildi. Cho'ng 3 kuchning cho'ng shirkatlarni qanday kontrol qilganligini ko'rdik. Endi bu 3 shirkatning xo'jayinlarining kim ekanligiga qaraymiz. Google'dan cho'ng 3 kuchning egillarini izlaylik. Bu cho'ng shirkatlardan BlackRockning hissadorlarini izlagan vaqtimizda qiziqarli bir jadval oldimizga chiqdi. Chunki BlackRockning eng cho'ng hissadori yana cho'ng 3 shirkat. Va buning eng cho'ng hissadori Vanguard. Ya'ni xalqaro cho'ng shirkatlarning xo'jayinlari o'xshash vaqtda bir-birlarining igidorchiligida. Yana boshqa qism bor. Chunki bu cho'ng 3 shirkatning ichidagi Vanguardning hissadorlarini o'xshash usulda izlaganimizda topolmaymiz. Aniqki Vanguardning egasining kim ekanligini bilishimizni xohlamaydi. Lekin bu bizning bu cho'ng shirkatlarning haqiqiy egasining kim ekanligini bilishimizga to'sqinlik qila olmaydi. Buning uchun Oxfamning tarqatgan doklati bizga bir yupishchi berdi. Doklatga asoslanganda 2153 milliarder dunyoning 60%ni tashkil qiladigan 420 milliard insondan 2 asrdan ortiq boylik ega. Bu boylikni tushunishingizga yordam qilaylik. Agar hammamiz 100 dollarlik pulning ustida o'tirsak, dunyoning ko'pchilik qismini tashkil qilgan kambag'allar yerda. O'tirhal kirimliklar o'rindiq egizligida. Dunyodagi eng boy 2 kishi yuqorida o'tirgan bo'ladi. 2021-yil jami 2755 milliarder bor bo'lib, Oxfamning eng yangi doklati qaraganda bu milliarderlarning boyligining 3dan 2 qismini varislik qilish va yoki monopollik yo'l bilan topgan. Undaqda cho'ng shirkatning dunyodagi eng boy kishilarning va oilalarning ekanligini esa xatolashmaymiz. Bu oilalarning ko'pinchasini suiqasd nazariyasidan taniymiz. Suiqasd nazariyasidan Rothschild, Rockefeller, Clinton oilasi yoki Bush oilasi 100 yildan buyon butun sohalarni qo'lda tutib kelgan oilalar. Lekin Google'dan bir qancha oddiy izlash orqali o'tirg'i chiqargan bu ma'lumotlar nimishqa har kuni biz kuzatayotgan medialarda qo'yilmaydi? Chunki bu cho'ng 3 shirkat butun dunyoviy medialarning xo'jayini. Ya'ni biz medianing kun tartibiga obyektiv ergashyapmiz deb o'ylasakmi, aslida faqat o'zimizni aldaymiz. Chunki u shirkatlar nimani ko'rishimizni xohlasa shuni ko'ramiz. Nimani deyishimizni xohlasa shuni so'zlashimiz. Qandaqli bo'lmasin, bu yer shari taratqularning xo'jayinlarini tushunishimiz kerak bo'ldi. Masalan, faqat 5 shirkat Amerika taratqularning 90%ni kontrol qildi. Bular CBS, Time Warner, News Corp, Disney va Comcast. Biz ko'rgan kino televiziya kanallari, biz o'qigan gazetlar, karton va hujjatli film, hatto darajadan tashqari qahramon filmlari bu 5 shirkat kitobi. Meningcha bu 5 shirkatning u 3 cho'ng shirkat kitobi ekanligini deyishimning hojat bo'lmasa kerak. Yana texi yangi avlod raqamli kino supisi Netflix va Amazon Prime'ni unutib qolmaylik. Chunki kino madaniyatini tugatgili tasqalgan bu ikki raqamli kino supisi cho'ng 3 shirkatning igdorchiligida. Medianing erkin va mustaqil axborot deb o'ylagan boshqa davlatlarda ham holat o'xshash. Masalan, Angliyada butun media News Corp va Daily Mail Group tomonidan kontrol qildi. BBC Angliya davlatiga tava asosiy taratqu. Ammo ularning torbitini ko'rganingizdek, Bill va Melinda Gates tashkiloti kanalning eng cho'ng yordam berguvchilaridan biri. Erkin fransuz mediasi qarasangizmi, faqat 40 milliarderning Fransiyadagi butun medialarni kontrol qilganligini bilsiz. Buning normal ish ekanligini, ko'plagan davlatlarda buningdek bir qancha oilalarning medialarni kontrol qilganligini aytishingiz mumkin. Lekin masala bunchalik oddiy emas. Chunki bu boylar mediani emas, muxbirlarni kontrol qildi. Yevropa muxbirlik markazi Yevropalik muxbirlarni tarbiyalashni maqsad qilgan va foyda olmaydigan bir tur. Yevropa muxbirlik markaziga yordam berganlarga qaraydigan bo'lsak, Bill, Melinda Gates tashkiloti va George Sorosning ochiq to'plam tashkilotini va Google'ni va Facebook'ni ko'ramiz. Yana bir tarafdan Project Syndicate dunyoda ko'plagan kanallarni xabar yo'llari bilan ta'minlaydigan organ. Project Syndicate'ning yordam qilgan organlar tizimligida o'xshash ismlar bor. Bill va Melinda Gates tashkiloti va Yevropa axborot markazi. Bu shirkatlar va boylar dunyoviy media organlarini kontrol qildi va muxbirlarni tarbiyalab chiqdi. Ya'ni dunyo kun tartibida nimalarni ko'rgan bo'lsak,
ular xohlagan narsalarni va ular xohlagan shaklda ko'ramiz. Diktorlarning ekran oldida o'qigan xabarlari va butun kanallarning o'xshash xabarlarni o'xshash manbadan olganligini ko'rish yetarlidir. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. Bu insoniyat uchun ig'ir tahdid. Shundoq, bu insoniyat uchun tahdid bo'lgani bir qancha yolg'on xabarlar emas, balki dunyo mediasining bir qancha so'mirguchi boylarning kontrolida bo'lib, ularning manfaati uchun xizmat qilishidir. Ular bu media tashviqotlari orqali insonlarning diqqatini haqiqatdan buraydi va bular chiqargan qarorlarga moslashib harakat ilib bormagan kishilarni satlashtirib, hujum qilishdan yanmaydi. Albatta, o'sim sistemasiga va behayo axloqsizlikni targ'ib qilib, jamiyatga ziyonli ideyalarni tarqatadigan va insoniyatni halokatga yuzlantiradigan bunday sistemaga tubdan qarshi bo'lgan islom dinimizni qaralashda birinchi nomorliq nomzod qilib tanlaganligi hech bir mo'min musulmon uchun qarorg'u bo'lmasi kerak. Tabiiyki, dunyo siyosatini kontrol qilishdagi birdan bir vosita media emas. Cho'ng iqtisod egalari avval banklarning orqasiga yo'shildi. Chunki sanoatlashishdan keyin sumirilgan ishchi sinfining boylarga g'azab tashdi. Dunyo kishilarining aloqalari eshib berishiga agishib, hech bir narsa maxfiy qolmaganligi uchun milliarderlar insonlarning diqqatini va g'azabini keltirmasdan ularni sumirishning bir yo'lini tepish kerak edi. 2008-yildagi bankchilikdagi krizisdan keyin kishilarning bankalarga bo'lgan nafrati oshgan sari milliarderlar cho'ng 3 shirkat kabi shirkatlarning orqasiga yo'shirishga kirishdi. Boylar o'zlarini yo'shirish uchun yana bir ishni amalga oshirdi. Cho'ng 3 shirkatga va ko'plagan narsalarga ig'dorchilik qilgan bu boylar qurgan fondi va xayr-saxovat ishlari bilan o'zlarini yo'shirib qoldi va dunyo siyosatiga yo'linish berdi. Rockefeller fondi, Bill va Melinda fondi, George Sorosning ochiq to'plam fondi, Clinton fondi va har doim oldimizga chiqadigan ba'zi fondlar. Undaqda boylar bu fondlardan qanday foydalanadi? Misol uchun Bill Gates va uning burungi ayolining qurgan Bill va Melinda Gates fondi. Dunyo sayyoh tashkilotining eng cho'ng mablag' solg'uvchisi. Buning bilan bu Bill Gates fondi jamiyatini salomatligimizga munosabatli barliq ishlardagidek ta'siri eng kuchli tashkilotlarning biriga aylantirdi. Bill Gates fondi Afrikada dunyo xarakterlik vaksina emlashga yordam berish orqali iqtisodini xayr-saxovat ishlariga ishlatgan milliarder obrazini tiklashni maqsad qiladi. Va shundaqla Xitoy virusi tarqalgandan buyon vaksina yordam qilish va setib berish masalasimi davlatlar aro siyosiy sahnada o'rin olganligiga shohid bo'ldik. Men yana bir misol beray. Rockefeller oilasi 2 asrdan buyon ishlab chiqargan neft bilan atmosfera muhitining bulg'unishining eng chong javobgarlari. Ammo ular oila ig'dorchiligidagi Rockefeller fondi jamiyati Greenpeace kabi muhitni qo'g'daydigan nurg'un tür va uy guruhlariga necha yuz ming dollar iyon qildi. Ha, uning qisqarliq anglaganligini bilman. Ba'zi kishilar Rockefeller oilasining muhit qotilining o'rniga xayr-saxovatchi sifatida qabul qilsa, buning sababi oilaning qilgan ko'rinarli iyonlari. Yaqinqi vaqtlardan yana bir misol beray. 2020-yilning oxirida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti iqlim o'zgarishiga munosabatli bir yig'in tashkilladi. Yig'inga yordamda bo'lganlarni tekshirganimizda oldingi qatorda turganlardan Unilever markasi o'rin oldi. Uyingizdagi ko'plagan o'ralgan yemekliklar va g'irim buyumlarni ishlab chiqaradigan shirkatning xo'jayinimi albatta cho'ng 3 shirkat egasidir. Unileverning iqlim o'zgarish yig'iniga yordam qilganligiga qaramang. Shirkat buni faqat iqlim va muhitga bergan ziyinni yo'shirish maqsadida qilmoqdadir. Unilever faqat 6 davlatda har yili 70 ming tonna plastik axlat ishlab chiqardi. Bu demak har kuni 11 futbol maydonchilik yer plastik axlat bilan to'lishidir. Klimat o'zgarish ko'rishining simoli qilingan Shvetsiyadan kelgan kichik qizchaqni bilsangiz kerak. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. You all come to us young people for hope. How dare you? Rastakli ko'rindi, shundaqmi? Albatta, cho'ng davlatlar va shirkatlar kichik bir qizning ularni dunyoning oldida so'kishiga faqat ularning manfaati sababidan ruxsat qilishadi. Chunki davlatlarga dunyoviy shirkatlar texnik ko'p kirim qilish uchun texnik ko'p ishlab chiqarishi va muhitni texnik qattiq bulg'ish kerak. Buni qilish uchun insonlarning g'azabini besish uchun ularning g'azabini pasaytirish va ulardan foydalanish kerakdir. Dunyoviy boylarga va iqlim o'zgarishiga qarshi cho'ng davlatlarga dars bergan bu ballarning asli maqsadlarini yana bir ziyoratdan ko'rib olaylik. It is the money
is there. If we can save the banks, then we can save the world. I mean, Pul monopolları bizga bu kichik qiz orqali shuni so'zlamoqda. Davlatlar va kishilar bankalarning cho'kishiga ruxsat qilmasin. Bizmi ularga iqlim o'zgarishi qatorliq yer shari xarakterlik masalalarda pul beraylik. Dunyodagi bu sumirguchi boylar yomon maqsadlari va dunyodagi kontrolni qo'ldan bermaslik uchun faqat iqlim krizisidan foydalanmaydi. Kapitalizmning adolatsiz elib kelganligini e'tirof qilib, buni yangi shirkatlarning qurib tuzaydiganligini da'vo qilishadi. Ular o'tirib qo'ygan ulgu ko'rsatish chorasi bo'lsa, kapitalizmni yo'q qilib, har kishiga quchoq ochgan, sig'diruvchan kapitalizmni keltirishdir. We have to make the world more inclusive, fair. What we know is that we will end up with many more unemployed because this crisis will be with us until we really have found a remedy. So we have to prepare for a more angry world. And how to prepare? It means to take the necessary action to create a fairer world. I see the need for action. I see the need for a great reset. Bu sig'diruvchan va adil kapitalizm planining beshida butun boylarni bir yerga elib kelgan dunyo iqtisod munbiri va qurg'uvchisi Klaus Schwab bor. Klaus can pick up the phone and call anybody on a global basis. I don't know, maybe it was one or two exceptions. Anybody else in the world who can do that. Bir telefon bilan har kishi bilan ko'risha oladigan bu odamning qurgan dunyo iqtisod munbirining sheriklari orasida cho'ng 3 shirkat va dunyoviy shirkatlar bilan birlikda Bill Gates va King fondlar bor. Ularning sig'diruvchan kapitalizm deb atiladigan boshqa bir uyushmaning beshida Vatikanning lideri Papa va Rothschild oilasidan Lady Rothschild o'rin olgan. Rockefeller oilasi va boshqa dunyoviy shirkatlarmi o'xshashla yordam beruvchilar orasida. Ko'rganimizdek, boylarning mavjud kapitalizmning yanida ekanligini va adolatsizlikdan boshqa bir narsa elib kelmaganligini va tabiatga ziyon elib kelganligini ifodalashga boshladi. Albatta, buni insonlikni yoki tabiatni so'yganligini qilmadi. Jinoyatlarni yepish uchun elib bormoqda. Koronavirusi yuqum mazgilida tarqalgan bu ikki xabar buni ifodalaydi. Dunyodagi ishchilar 3.7 trillion dollar ziyon tortgan holda milliarderlar 3.9 trillion foyda qozandi. Sumirguchilar kambag'allardan faqat yuqori iqtisod og'dir olmaydi. O'sim qarz yo'li orqali kelajagimizni raniga qo'ydi. Dunyoning eng kuchli iqtisodiga ega davlatlar o'xshash vaqtda eng ko'p xalqaro qarz olguchidir. Amerika va Yaponiyaning dunyoviy qarzi ishlab chiqarishidan ko'p va har yili texmi ishib bormoqda. Ya'ni Amerikada 2025-yili tug'ilgan bir buvoq o'ttir hisob bilan 100 ming dollar qarzi bilan dunyoga ko'z ochadi. O'xshash vaqtda bir yapon buvoqi 110 ming dollar qarzi bilan dunyoga keladi. Bu boylar faqat biz ishlatayotgan narsalarning yoki cho'ng shirkatlarning egasi emas. Kontrol qilgan medialar bilan ko'plagan aldangan kishilarning tushunchalarining, hatto siyosiy qarashlarining egasidir. İnsaniyat o'sim qarzi balosiga kirgan holda iqtisod monopolchilari kelgusimizga ega bo'ladi. Buningdan 1400 yil avval Alloh jalla jalaluhu butun insoniyatning baxt saodati uchun payg'ambar orqali ilohiy qonun Qur'onni tushirgan edi. Ya'ni shuningda jazoni orqali o'sim ilishning haromligini va insonni inson qul bo'lishdan yagona Alloh qulchilik qilib, dunyo oxiratda nijotlikqa erishishiga ko'rsatma berilgan edi. Halbuki bugun shaytoniy kuchlar insoniyatni halokatga yetaklamoqda. Qur'on o'qishdan va uni hayotimizga tatbiqlashdan ko'ra buzuq madaniyatlarning sistemlashgan iqtisod, media zanjirlariga bog'lanib qolgan ko'pchilik musulmonlar kimliklaridan uzoqlashmoqda va bu sistemning madikorlariga aylanmoqda. Yagona chiqish yo'limiz faqat islom shariatidir. Qani undaqda shaytoniy sistemlarning sirtmoq kishilardan qutulay desangiz, hozirdan boshlab o'rningizdan dast turing.